Islom Amirligi bir qator mamlakatlar dushanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Milliy xavfsizlik kengashi yig'inida bayonotiga qarshi javob qaytardilar. Hamdullo Fitrat aytishicha, Islom Amirligi numoyandasi bo'lmay Afg'oniston uchun yig'inlar natija bermay va bir qator mamlakatlar Afg'oniston joriy vaziyati borasida g'ayrimas'ulona bayonotini asossiz va mog'rozona e'lon qiladi. Birlashgan Millatlar yig'inida biz huzurimiz bo'lmay barguzor etildi. Bizning zararimizga bo'lib va bunaqa yig'inlarda Afg'oniston haqiqiy masalalari aks aytdirilmaydi. Ta'assuf bilan ayrim jihatlar bunday yig'inlarda Afg'oniston haqida o'z uqdasi bo'lib, Afg'oniston noto'g'ri aksini namoyon qiladi. Islom Amirligi so'zlovchisining muavini ko'paytirishicha, Afg'onistonda vohid nizom hokimdir va g'ayrimas'ulona bayonot berish uchun hech kimsaga ijozat bermaydi. Afg'oniston tinch bir mamlakat bo'lib, vohid nizom hokim bo'lib va butun jag'rafiyasi Islom Amirligi tomonidan kontrol bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'oniston chavkisini qabul qilib va Afg'oniston xalqi haqni berishi bilan bunaqa yig'inlardan to'g'ri qazovat bo'lib, nifoq tashlovchi va uqdamanlarga zamina yaratilmasligi mumkin. Bir qator ishbilarmonlar aytishicha, Pokiston va boshqa bir qator mamlakatlar o'z hadaflariga yetishish uchun bunaqa izhorotini bayon qilib va Islom Amirligini bosim ostida qaror berishni istaydi. Ular bu ishlarning bajarishdan hadaf hozirgi hukumat ustida bosim keltirishdir. Ularga sodiq kishilarning hukumatga keltirib va undan alava Afg'oniston kelajak vaziyatini yomon ko'rsatishga talosh qiladilar. وضعیت داسې وښیي چې د راتلونکي وګواهي. Bu mamlakatlar ayniqsa Pokiston o'z milliy xavfsizligi va iqtisodiy manfaati uchun Afg'onistonga qo'l urib va nufuz bo'lib, o'z siyosiy va iqtisodiy strategik hadaflari uchun bosim keltirib va Islom Amirligini manzoviy qilish niyatidalar. Eslash kerak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Milliy xavfsizlik kengashi yig'inida Chin va Rossiya dunyo jamoasidan bosim keltirishdan ko'ra Islom Amirligi bilan hamkorlik qilib va ta'amul zaminasini yaratishi kerak.